partnerlar, men psoriaz kasalligi bilan 35 yil oldim. Bu dard bilan domlaga yerimiz qolmadi. Meni ota-onam qayerlarga bormadi. Bunaqa kompaniyani ko'p dorilarini eshitdim. Ipardigini eshitdim, laklarikini eshitdim, yana boshqa juda ko'p dorilarni ichib, hech yerdan foyda topmadim, hech yerdan shifo topmadim. Allohga shukr, shu Marinenis dorilarini ichdim, 1 yil ichdim. Xudo xolasa 1 yilda yaxshi bo'lib ketdim. Allohga shukr. Shu kompaniyaga olib kelgan shu Aynurxonga ham, shu Ahmad Askanbayevga ham rahmatlar bo'lsin. Avvalambor Allohga shukrlar bo'lsin, hamdlar bo'lsin. Alloh berdi bu shifoni, shular sababchi. Allohga shukr. Hammaga Alloh shifo bersin. Dardmanlar hamma shifo topsin, mashlar qatori qilsin. Alloh dard tortayotganlar shu yerlarga kelib qolsin, shu yerlardan shifo topsin. Hurmatli partnerlar, men qatori qo'rqo'yli Yaponiyaning produksiyasini to'liq ishonib qo'rqo'yli berib o'taman barlig'ini. Hozirgi kunda poliartrit, necha yildan beri poliartrit bo'lib o'tgan ayol ichib o'tadi. Hech qachon uzoqqa bosgan emas ekan, qo'shnilari kunda bosib aytib, "Nidari berib o'tasizlar bu ayolga. Qora suvda bozorda yuradi" debchi. Bu da o'ta yaxshi